Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi işledi. Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qolladı. Hazır biz omaq bir qo'zichoqning rasmini chizamiz. Qo'ynoq necha ko'zi bor? 2, Ha. Shunday yaxshi. Qo'ynoq necha puti bor? 4, Yaxshi. Unda chizishni boshlab ketdik. Avval qo'ynoq 5ni chizamiz. Qarab, qo'ynoq 5ni mana chambar olib chizamiz. Yaxshi. Endi qayerni chizamiz? Qo'ynoq yo'nliq qadini chizamiz. Tamam. Sucu çıkar. Gittim. Ben tükrüklu çizdim ama çok tükrüklu çizecektim. Asti bo'lsin. Yaxshi. Qo'ynoq necha quloq bor? 2, Ha, biz hozir qo'ynoq quloqini chizamiz. Ha, yaxshi. Endi yana bir quloqini chizamiz. Shunday yaxshi chizdim. Endi qo'ynoq ikki tal ko'zini chizamiz. Yumaloq holatda. Yaxshi chizdim. Endi qo'ynoq ikki burunni chizamiz. Burunsiz bo'ldimi? bunu Shunday yaxshi chizdim. Qo'ynoq necha puti bor? 4, Yaxshi. Hozir biz qo'ynoq putini chizamiz. Ko'rib oldingmi? Evet yaxshi. Sal uzunroqsiz. Yaxshi. Endi qo'y rang birimiz qo'y qanday rangda bo'ldi? meyli aklam, bırak meyli küllam. Yaxshi. Unda olsa biz bo'yaylik. Bak küllamcı, Qo'yni mana bo'yaymiz. küllam çıkıyor. Küllam, Mana 3 kg. değil küllam mamucu. Mamucu, Sana bo'yab qo'ygandan keyin sen bo'yaysan. Qanday bo'yashni ko'rib olaman. şahengi aşağıdasın bir koy. Ben aşkın köyde bilirdim. Peki. Buradan küllamcı koydum. Böyle. Şahengi kilaştırdım. Küllamsız meyli, kolsuzsuz meyli. Hem sen bo'yab baqa. Evet, bo'yash. Birden bölümde chiqib ketmisin. çünkü çiçek gidiyorsa.
Boyga vaqtında akıya kalmışsın ha, style bu ya. Yaxşı bu. Akağa yaranıp kayıttım bu.